Bugun sizlar bilan yarimta daily vlog olamiz, chunki kunimni yarmidan olishni boshladim va birinchi bo'lib Speaking Clubda kerak bo'ladigan shunaqa konvertlar oldim. Buni nima kerak bo'lishini keyin bilib olasizlar. Va avtobus probkada qolgani uchun tushib taksida ketishga majbur bo'ldim. Shundoq ham yetib kelsam, hamma yig'ilib bo'lgan ekan. Keyin biz tanishtiruv qismini boshladik. Tanishtiruvda Street Facts degan o'yin o'ynadik. Unda o'z haqingizda ikkita to'g'ri, bitta noto'g'ri fakt aytishingiz kerak. Shunaqa qilib hamma o'zini birma-bir tanishtirib chiqdi. Undan keyin biz student party bo'lgani uchun studentlar haqida faktlar aytdik. Unda ham hamma o'zini qiziqarli bo'lgan faktlarni aytib o'tishdi. Undan keyin bu shunaqa o'yin o'ynadik. Orqada rasm, siz u nima rasmligini bilmaysiz. Va biz sizga savol beramiz. Siz ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak. Shunaqa bo'ldi. Undan keyin eng qizig'i mana shu o'yin bo'ldi. Hammani energiyasi oshib yugurib chaqqonligini ko'rib oldik. Buni nomi bizda Switch Your Places degan. Undan keyin hamma charchab qorni ochgandan keyin albatta coffee break qilib oldik, choy ichdik. Undan keyin hamma ishtirokchilarning shunaqa barabanga ismlarini yozib, ularni tanladik. Ularga alohida topshiriq berildi va o'sha berilgan topshiriqqa ular o'zini aktyor aktrisalik mahoratini ko'rsatishi kerak bo'ldi. Shundan keyin hammani uyiga ruxsat berib yubordik. Agar mening vlogim sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Like bosish esdan chiqmasin.